Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, shoshilinch va deyarli har biringizga tegishli bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozir sizga aytadiganlarimni diqqat bilan tinglang. Chunki bu ma'lumot sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gap shundaki, agar siz aprel oyida ma'lum bir harakatni amalga oshirmasangiz, may oyidan boshlab siz olib kelgan qo'shimcha to'lov aniqrog'i, oilaviy yordam nafaqasi yoki bolalar nafaqasidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu juda jiddiy masala. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ayniqsa shu kabi muhim ma'lumotlarni o'z vaqtida olishingiz uchun juda zarur. Muammoning mohiyati shundaki, mamlakatimizda ko'plab oilalar, ayniqsa kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun davlat tomonidan turli xil yordamlar va nafaqalar taqdim etiladi. Bu yordamlar oilalarning kundalik ehtiyojlarini qondirishda, bolalarning ta'lim olishi va rivojlanishi uchun sharoit yaratishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa eng ko'p tarqalgan yordam turlaridan biri bu bolalar nafaqasi va moddiy yordam. Ba'zan oilaviy yordam nafaqasi deb ham yuritiladi, hisoblanadi. Oldinlar bu nafaqalar biroz boshqacha tizim asosida berilar edi. Ya'ni ko'p hollarda siz bir marta ariza topshirganingizdan so'ng ma'lum bir muddat, masalan 6 oy yoki 1 yil davomida to'lovlarni hech qanday qo'shimcha harakatsiz olib kelishingiz mumkin edi. Ba'zi hollarda esa agar oilaning holati jiddiy o'zgarmasa, ushbu nafaqalar avtomatik ravishda uzaytirilishi ham kuzatilardi. Biroq so'nggi yillarda ayniqsa bu boradagi qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar tufayli va davlat byudjeti mablag'laridan oqilona foydalanish, yordamni chinakam muhtojlarga yetkazish maqsadida tizim biroz takomillashtirildi. Hozirgi kunda aksariyat ijtimoiy nafaqalar, xususan bolalar nafaqasi va moddiy yordam uchun beriladigan to'lovlar qat'iy muddatga, ya'ni 6 oy yoki 12 oy muddatga tayinlanadi. Bu degani, siz nafaqani 1 yil davomida olganingizdan so'ng, agar uni keyingi davrda ham olishni istasangiz, avtomatik ravishda uzaytirilmaydi. Siz qaytadan murojaat qilishingiz, ya'ni oilangizning ijtimoiy ahvoli o'zgarmaganini yoki hali ham yordamga muhtoj ekanligingizni tasdiqlashingiz shart. Aynan shu nuqta ko'pchilikning e'tiboridan chetda qolmoqda va ko'pchilik nafaqa avtomatik ravishda davom etadi deb o'ylaydi. Ammo afsuski bunday emas. Agar sizning nafaqa tayinlangan muddatingiz aprel oyida tugasa, ya'ni siz o'tgan yili, masalan, aprel yoki may oyida murojaat qilib 1 yil muddatga nafaqa olgan bo'lsangiz, demak bu muddat aynan shu yil aprel oyi bilan yakuniga yetadi. Agar siz aprel oyida qaytadan murojaat qilmasangiz va hujjatlaringizni yangilamasangiz, may oyidan boshlab sizga to'lanishi kerak bo'lgan nafaqa to'xtatiladi. Bu nafaqat bir oylik to'lovni yo'qotish, balki butun keyingi davr uchun ham to'lovsiz qolish deganidir. Chunki siz qayta ariza topshirsangiz, u yangi muddatga tayinlanadi va avvalgi to'xtatilgan davr uchun kompensatsiya berilmaydi. Shuning uchun aprel oyida harakat qilish juda muhim. Endi kimlar aynan shu masalada xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu savolga javob berish uchun siz avvalo o'zingizga bir savol berishingiz kerak. Men oxirgi marta bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun qachon ariza topshirganman? Agar siz o'tgan yilning aprel, may yoki iyun oylarida ariza topshirgan bo'lsangiz va nafaqa sizga 1 yil muddatga tayinlangan bo'lsa, demak siz diqqatli bo'lishingiz kerak. Chunki sizning nafaqa olish muddatingiz aynan shu oylarda yakuniga yetadi. Aprel oyida tugaydiganlar aprelda, may oyida tugaydiganlar mayda qayta murojaat qilishi shart. Bugun biz aynan aprel oyida muddat tugayotganlarga e'tibor qaratamiz. Keling bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Tasavvur qiling, sizning ismingiz Dilfuza opa. U 2 nafar farzandning onasi va oilaning asosiy daromad manbai uning eri. Ular kam ta'minlangan oila toifasiga kiradi o'tgan yili. Aniqrog'i 2023 yilning 15 aprelida Dilfuza opa mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilib, oilaviy yordam nafaqasi uchun ariza topshirgan. Uning arizasi ko'rib chiqilib, oilasiga 1 yil muddatga, ya'ni 2023 yil maydan 2024 yil o'ttim aprelgacha bo'lgan davr uchun nafaqa tayinlangan. Har oy Dilfuza opa belgilangan miqdordagi nafaqani o'z bank kartasiga yoki pochtaga borib olib kelgan. U nafaqa har oy avtomatik tushib turganidan xursand edi va bu uning oilaviy byudjetiga sezilarli yordam bergan. Ammo vaqt o'tishi bilan uning esidan chiqib ketdiki, bu nafaqa muddati cheklangan edi. Endi biz 2024 yil aprel oyidamiz.
Dilfuza opaning nafaqa olish muddati 30 aprelda tugaydi. Agar Dilfuza opa aprel oyining oxirigacha, masalan 25 aprelgacha qaytadan ariza topshirib, o'z oilasining holati o'zgarmaganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasa, 20 oydan boshlab unga nafaqa to'lanmaydi. Uning bank kartasiga may oyida pul tushmaydi. Bu nafaqat may oyi uchun, balki butun keyingi 6 yoki 2 oy uchun ham nafaqasiz qolishiga sabab bo'ladi. Keyin u may oyida borib murojaat qilsa ham, nafaqa may oydan emas, balki murojaat qilgan oydan, ya'ni iyun oydan boshlab tayinlanishi mumkin. Demak, u may oyidagi nafaqadan butunlay mahrum bo'ladi. Ikkinchi misol, Ahmad akaga o'xshagan yakka yolg'iz yashovchi nafaqaxo'r bobo. Uning farzandlari chet elda ishlaydi va unga muntazam yordam bera olmaydi. Ahmad aka ham o'tgan yili 2023 yil mart oyining oxirlarida moddiy yordam so'rab murojaat qilgan va unga 6 oy muddatga yordam tayinlangan. Bu muddat 2023 yil apreldan sentyabrga qadar bo'lgan. Sentyabr oyida unga yana qayta 6 oy muddatga uzaytirilgan. Chunki Ahmad aka sentyabrda qayta ariza topshirgan edi. Demak, bu nafaqa muddati 2024 yil mart oyi oxiri bilan tugagan. Ahmad aka aprel oyida yana qayta ariza topshirishi kerak edi. Ammo u sentyabrda uzaytirganini eslaganu, bu yangi uzaytirilgan muddat ham tugashini esdan chiqargan. U mart oyining oxirlarida yoki aprel oyining boshida qayta ariza topshirishi shart edi. Agar u buni aprel oyida qilmagan bo'lsa, may oyidan boshlab uning ham moddiy yordami to'xtatiladi. Garchi Ahmad akaga o'xshagan nafaqaxo'r shaxslar uchun nafaqa olish biroz soddalashtirilgan bo'lsa ham, baribir qayta murojaat qilish tartibi mavjud. Uning holatida esa, agar u moddiy yordam olishni istasa, aprel oyida murojaat qilib, mart oyida tugagan muddatini yangilashi shart edi. Agar aprelda murojaat qilmasa, may oyida pul tushmaydi. Uchinchi misol, yolg'iz ona Malika opa. Uning 3 ta voyaga yetmagan farzandi bor. Erdan ajralgan va oylik daromadi juda kam. U ham 2023 yilning aprel oyida bolalar nafaqasi va moddiy yordam uchun bir yo'la murojaat qilgan. Unga har ikki turdagi nafaqa ham 1 yil muddatga, ya'ni 2023 yil 1 maydan 2024 yil 30 aprelgacha tayinlangan. Malika opa har oy 2 turdagi nafaqani olib kelgan va bu uning bolalarini boqishda juda katta yordam bo'lgan. U bolalarning kiyinishi, oziq-ovqati va maktab xarajatlari uchun bu pullardan foydalangan. Endi aprel oyiga keldik. Malika opaning ham nafaqa muddati 30 aprelda yakuniga yetadi. Agar o'sha oyda, masalan, 20 aprelgacha yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali yoki mahalladagi mas'ul xodim orqali qayta ariza topshirmasa, may oyidan boshlab uning bolalar nafaqasi ham, moddiy yordami ham to'xtatiladi. Bu uning oilasi uchun juda jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Chunki u 2 turdagi to'lovdan mahrum bo'ladi. Malika opaning daromadi juda past bo'lgani sababli nafaqasiz qolishi bolalarning kundalik ehtiyojlarini qondirishni yanada mushkullashtiradi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, siz o'zingizning shaxsiy holatingizni eslab qolishingiz va muddatingiz tugashidan avval harakat qilishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz hali nafaqa olish muddati tugamagan bo'lsangiz, masalan, siz o'tgan yilning oktyabr oyida ariza topshirgan bo'lsangiz va sizga 6 oy muddatga tayinlangan bo'lsa, demak muddatingiz mart oyida tugagan. Siz aprel oyida murojaat qilishingiz kerak edi. Agar siz o'tgan yilning dekabr oyida ariza topshirgan bo'lsangiz va sizga 6 oy muddatga tayinlangan bo'lsa, demak sizning muddatingiz may oyining oxirida tugaydi. Shuning uchun siz may oyida murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar sizga nafaqa umuman tayinlanmagan bo'lsa va siz 1-martda murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, siz ham aprel oyida murojaat qilishingiz mumkin. Ammo eng muhimi, o'tgan yil aprel-may oylarida murojaat qilib, 1 yil muddatga nafaqa olganlar ayniqsa diqqatli bo'lishi lozim. Endi ushbu qoidalarda mavjud bo'lgan istisno holatlar, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan jiddiy jihatlar va uncha oydin bo'lmagan nozik nuqtalarni ko'rib chiqaylik. Bu qoidalarni yaxshiroq tushunish va xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun juda muhim. Birinchi navbatda nafaqa tayinlash muddati har doim ham 12 oy bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda, masalan, oilaning daromadi belgilangan me'yordan biroz yuqoriroq bo'lgan, ammo vaqtinchalik qiyinchiliklarga duch kelgan oilalarga 6 oy muddatga ham nafaqa tayinlanishi mumkin. Ba'zi oilalar esa oilaviy sharoitlari va muhtojlik darajasi chuqurroq o'rganilgach, faqat 3 oyga ham nafaqa olishlari mumkin. Shuning uchun o'zingizga qancha muddatga nafaqa tayinlanganini aniq bilishingiz lozim. Buni bilishning eng yaxshi yo'li
Bu sizga nafaqa tayinlanganligi haqida berilgan xabarnoma yoki SMS xabarni tekshirish yoki mahallada mas'ul xodimdan aniqlashtirish. Aksariyat hollarda. Agar siz 12 oylik muddatga olgan bo'lsangiz va muddat aprel oyida tugasa, aynan aprel oyida qayta murojaat qilishingiz shart. Agar siz 6 oylik muddatga olgan bo'lsangiz va masalan o'tgan yil oktyabr oyida murojaat qilib, oktyabrdan martgacha olgan bo'lsangiz, demak, sizning muddatingiz mart oyida tugagan va aprel oyida qayta murojaat qilishingiz kerak edi. Agar aprelning o'zida murojaat qilib, apreldan sentyabrgacha olgan bo'lsangiz, muddatingiz sentyabr oyida tugaydi va sentyabr oyida murojaat qilishingiz kerak. Ushbu muddatlar chalkashlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot bo'ling. Ikkinchi muhim jihat bu oilaning daromadida yuzaga kelgan o'zgarishlar. Nafaqaning asosiy maqsadi chinakam muhtoj oilalarga yordam berish. Agar siz nafaqa olib kelayotgan davrda oilangizning daromadlari sezilarli darajada oshgan bo'lsa, masalan, oila a'zolaridan kimdir yangi yug'ori maoshli ishga kirgan bo'lsa yoki katta miqdorda daromad keltiruvchi tadbirkorlik faoliyatini boshlagan bo'lsa, demak sizning muhtojlik darajangiz o'zgargan bo'ladi. Bunday hollarda garchi siz qayta ariza topshirsangiz ham sizga nafaqa qayta tayinlanmasligi mumkin. Chunki yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi avtomatik ravishda barcha davlat organlari ma'lumotlar bazasini tekshiradi. Soliq idoralari, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, kadastr agentligi, iqtisodiyot vazirligi va hokazo sizning nomingizda yangi mulk paydo bo'lganligi, masalan, avtomobil yoki uy-joy, bank hisobingizda sezilarli mablag'lar mavjudligi ham daromad deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun oilangizning moliyaviy holati yaxshilangan bo'lsa, sizning nafaqa olish huquqingiz yo'qolgan bo'ladi va buning uchun qayta ariza topshirishning keragi bo'lmaydi. Bu mablag'lar chinakam muhtojlarga yo'naltirilishi kerakligini unutmang. Uchinchi nozik nuanja bu hujjatlarni to'plash va elektron tizim orqali topshirish jarayoni. Ko'pchilik o'zlarini kompyuterdan yoki internetdan foydalanishga qiynaladigan fuqarolar sirasiga kiritadi. Ularning fikricha hamma narsani qog'oz shaklda topshirish osonroq. Lekin bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari davrida ko'plab xizmatlar, shu jumladan nafaqa olish uchun murojaat qilish ham to'liq elektron tarzda amalga oshirilmoqda. Siz o'zingiz yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimining portaliga kirib, mustaqil ravishda ariza topshirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mahalladagi ijtimoiy xodim, mahalla raisi yordamida murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda davlat xizmatlari markazlari ham bu borada yordam beradi. Eng muhimi murojaatni o'z vaqtida belgilangan tartibda amalga oshirishdir. Agar siz ushbu elektron tizimlarni tushunmasangiz, bu bahona bo'la olmaydi. Mahallangizdagi ijtimoiy xodim sizga yordam berishga majbur. U sizning murojaatingizni tizimga kiritib, hujjatlarni yuklashga ko'maklashadi. Uning vazifasi aynan shu. 4-pitfal bu muddatning kechiktirilishi. Agar siz nafaqa olish muddati tugagandan keyin, masalan, aprel oyida muddat tugagan bo'lsa-yu, siz may oyining 1-haftasida murojaat qilsangiz, demak siz may oyi uchun nafaqadan mahrum bo'lasiz. Sababi nafaqalar murojaat qilingan oyning keyingi oyidan boshlab tayinlanishi mumkin. Ya'ni agar siz mayda murojaat qilsangiz, nafaqa iyun oyidan boshlab tayinlanadi. Bu bitta oylik to'lovni yo'qotish degani. Agar sizning oilangiz uchun bu katta miqdor bo'lsa, bu jiddiy yo'qotish bo'lishi mumkin. Shuning uchun aprelda qiling. Deyilayotganning sababi ham shu. Aynan muddat tugaydigan oyda tugashdan oldin murojaat qilsangiz, keyingi oydan uzluksiz to'lovni olishingiz mumkin. 5-muhim jihat oila tarkibining o'zgarishi. Agar siz nafaqa olib kelayotgan davrda oilangiz tarkibida o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, oila a'zolaridan kimdir vafot etgan bo'lsa, turmushga chiqqan bo'lsa, boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lsa yoki aksincha oilangizga yangi a'zo qo'shilgan bo'lsa, masalan, farzand tug'ilgan bo'lsa, bu haqda ham qayta murojaat qilayotganda ma'lumot berishingiz shart. Axborot tizimi bu ma'lumotlarni ham tekshiradi va oila tarkibining o'zgarishi sizning muhtojlik darajangizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilaga yangi mehnatga layoqatli a'zo qo'shilgan bo'lsa va u daromad topish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu nafaqa miqdoriga yoki hatto uni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. 6-nozik nuanja bu ma'lumotlarning to'g'riligi. Ariza topshirishda yoki qayta murojaat qilishda har doim to'g'ri va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qiling. Agar siz noto'g'ri ma'lumotlar, masalan, daromadingizni kamaytirilgan holda ko'rsatsangiz,
yoki ba'zi mulklaringizni yashirishga harakat qilsangiz, tizim buni baribir aniqlaydi. Bunday holatda nafaqa tayinlanmasligi, tayinlangan bo'lsa ham bekor qilinishi va hatto noto'g'ri olingan mablag'larni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Qonunchilikda hatto shunday holatlar uchun javobgarlik ham belgilangan. Shuning uchun har doim shaffoflik va halollik tamoyillariga amal qiling. 7-holat ayrim hollarda, masalan, siz og'ir kasallik tufayli yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra ariza topshirishga qodir bo'lmasangiz, sizning ishonchli vakilingiz, masalan, oila a'zosi, yaqin qarindosh sizning nomingizdan murojaat qilishi mumkin. Buning uchun ishonchnoma notarial tasdiqlangan talab qilinishi mumkin. Ammo buni oldindan mahalladagi mas'ul xodim bilan kelishib olish kerak. Ba'zan shoshilinch holatlarda agar bu ishonchli vakil yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida oila a'zosi sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, oddiyroq tartibda ham murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu ham vaziyatga qarab o'zgaradi. Siz qanday harakat qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Birinchi qadam, nafaqa olish muddatingizni aniqlang. Bu eng muhim qadam. Sizga o'tgan safar nafaqa qachon tayinlangani va qancha muddatga tayinlangani aniq bilib oling. Agar sizga SMS xabar kelgan bo'lsa, o'sha xabarni topib o'qing. Unda sizga muddatga nafaqa tayinlandi degan yozuv bo'lishi kerak. Agar SMS xabarni topa olmasangiz, mahalla raisi yoki mahallaning ijtimoiy xodimi bilan bog'laning. Ular yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, sizga aniq muddatni aytib bera oladilar. Siz aynan aprel oyida muddati tugayotganligini tekshirishingiz shart. Masalan, 2023 yil 20 oydan 2024 yil 30 aprelgacha bo'lgan muddat. Agar shunday bo'lsa, keyingi qadamga o'ting. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Nafaqa olish uchun qayta murojaat qilishda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat ma'lumotlar avtomatik tizimda tekshiriladi. 1. Ariza elektron tarzda to'ldiriladi. Siz uni o'zingiz yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali to'ldirishingiz yoki mahalladagi mas'ul xodim yordamida to'ldirishingiz mumkin. Bu arizada oilaning tarkibi, daromadlari va boshqa ijtimoiy holati haqidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. 2. Pasport nusxasi, oilaning barcha a'zolarining pasportlari yoki ID kartalari nusxalari agar mavjud bo'lsa, tizim ko'pincha bu ma'lumotlarni o'zi oladi. Lekin xavfsizlik uchun yoningizda olib borish zarar qilmaydi. Voyaga yetmagan bolalar uchun tug'ilish guvohnomalari, o'tib nikoh guvohnomasi agar nikohda bo'lsangiz yoki ajrim guvohnomasi agar ajrashgan bo'lsangiz, qariyalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nafaqaxo'rlik guvohnomasi yoki nogironlikni tasdiqlovchi hujjat. 5. Agar oilada ishlovchi a'zolar bo'lsa, ularning oxirgi 12 oylik daromadlari haqida ma'lumot. Garchi bu ma'lumotlar soliq organlari bazasidan avtomatik olinib kelinayotgan bo'lsa ham, ba'zida qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Ayniqsa norasmiy daromadlar bo'lganda masalan. Dehqonchilikdan olinadigan daromadlar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlikdan tizim o'zi buni tekshiradi. Ammo ba'zan oila a'zolarining soliq organlaridagi o'tgan yilgi daromadlari haqida ma'lumotni so'rashlari mumkin. 6. Bank kartasi rekvizitlari, pul tushadigan karta raqami. Bu juda muhim. Aks holda pul qayerga tushishi aniq bo'lmaydi. Ko'pincha bu karta sizga avvalgi nafaqa tushgan karta bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hujjatlar ro'yxati juda qisqargan. Chunki zamonaviy tizim ko'plab ma'lumotlarni avtomatik ravishda boshqa davlat idoralari ma'lumotlar bazalaridan oladi. Asosiy e'tibor daromadlar va oilaning haqiqiy tarkibiga qaratiladi. 3-qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizda bir nechta variant bor. Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimining portaliga kiring. O'zbekistonda bu tizim ijtimoiy himoya deb ataladi va Maytonkokov. Uz portali orqali ham kirish imkoniyati bor. Bu yerda siz shaxsiy kabinetingizga kirib, onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Buning uchun sizning elektron raqamli imzongiz eri bo'lishi kerak. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlarida olishingiz mumkin. Mahallangizdagi ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Har bir mahallada ijtimoiy xodim mavjud bo'lib, uning vazifasi aholiga ijtimoiy yordam olishda ko'maklashishdan iborat. U sizning arizangizni elektron tizimga kiritishga, kerakli hujjatlarni yuklashga yordam beradi. Bu ayniqsa kompyuter savodxonligi past bo'lgan yoki internetdan foydalana olmaydigan fuqarolar uchun juda qulay variant. Davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Ular ham ijtimoiy nafaqalar bo'yicha arizalarni qabul qilishadi va sizga bu borada yordam berishadi.
Bu markazlar ko'pincha aholi uchun qulay joylashgan va barcha turdagi davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etadi. 4-qadam, murojaatni aprel oyining oxirigacha yakunlang. Eng muhimi muddat. Agar sizning nafaqa muddatingiz 30 aprelga qadar bo'lsa, siz arizani shu aprel oyining oxirigacha, masalan 25 aprelgacha topshirishingiz shart. Bu arizangizni ko'rib chiqish va may oyining boshidan nafaqa to'lovlarini uzluksiz davom ettirish imkonini beradi. Agar siz aprel oyidan kechiksangiz, masalan may oyining boshida topshirsangiz, yuqorida aytib o'tganimdek, may oyi uchun nafaqadan mahrum bo'lasiz va to'lovlar iyun oyidan boshlab tayinlanadi. Shuningdek, arizangizni topshirganingizdan so'ng uning holatini kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida SMS xabar kelishi kerak. Keyinchalik esa arizangiz ko'rib chiqilishi natijalari bo'yicha ham SMS xabar keladi. Nafaqa tayinlanganligi yoki tayinlash rad etilganligi haqida. Agar qandaydir muammolar yuzaga kelsa, masalan hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinsa, sizga bu haqda ham xabar beriladi va ularni tuzatish uchun ma'lum bir muddat beriladi. Aziz tomoshabinlarim, xulosa qilib aytganda, bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, bolalar nafaqasi va moddiy yordam avtomatik ravishda uzaytirilmaydi. Agar siz o'tgan yil aprel-may oylarida murojaat qilib, bir yil muddatga nafaqa olgan bo'lsangiz, demak muddatingiz shu oylarda tugaydi. Aprel oyida muddati tugaydiganlar aynan shu oyda qayta murojaat qilmasa, may oyidan boshlab to'lovsiz qoladi. Shoshiling, muddatni o'tkazib yubormang. Bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni siz uchun muhim bo'lgan, har bir odamga ulashing. Zero bilimsizlik tufayli yordamsiz qolish achinarli holatdir. O'z fikrlaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu sizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni o'z vaqtida olish imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.